Eshittirish analizator. Ya'ni analizator deb atagandik. Biz ta'rif bilan o'rgandik. Demak, eshitish analizator. Eshitish analizatori 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Tashqi ichki o'rta emas. Birinchisi markaz. İkincisi o'tkazuv yo'li. Uchinchisi periferik. Tushundingizmi? Eshitish analizatori 3 ta qismdan iborat. Endi periferik qismi quloqni so'rasam, o'zi juda ham 3 ta qismi bor. Tushundingizmi? Periferik qismi bu bilasiz, quloq, ya'ni ichki quloq. O'tkazuv yo'li bu eshitish nervi, eshitish nervlari. Bu chapda. Ya'ni boshni hamshira boshqaruvning chapda qismi. Tushundingizmi? Demak, eshitish analizatori shu 3 ta komponentning yig'indisidan iborat. O'zingizga chambarchas bog'langan. Endi boshlaymiz. Bularga to'xtalamiz, ya'ni bularga nerv simasini to'xtatganmiz. Periferik qismi quloq. Quloq 3 ta qismdan iborat. Tashqi, o'rta va ichki. Demak, quloq, tashqi quloq, o'rta quloq va ichki quloqdan iborat. Tushunarli? Endi siz faqat tashqi quloqni ko'ra olishingiz mumkin. Ya'ni ko'rsangiz faqat pardagacha, nog'ora pardagacha ko'ra olasiz. Bundan yorug' ko'ra olmaysiz. Tushunarli? Demak, tashqi quloqdan boshlaymiz. Demak, tashqi quloq ikkita qismdan iborat. Birinchisi quloq suprasi. Quloq suprasi va tashqi eshituv yo'li. Tushunarlimi? Demak, tashqi quloq ikkita qismdan iborat ekan. Mana bu siz ko'rib turgan qismi tog'aydan iborat quloq suprasi va ichkaridagi yo'li bu nog'ora pardagacha bo'lgan joy, demak tashqi eshituv yo'li. Tushunarli? Mana quloq suprasi va tashqi eshituv yo'lidan iborat. Tushunarlimi? Demek bu quloq suprasi bo'ldi. Demek bu tashqi eshituv yo'li. Quloq suprasini aytmasam nima edi? Tovushni nima edi? Kuchaytirish va tashqi eshituv yo'li. Tushunarli? Demak, tovushni kuchaytirish va tashqi eshituv yo'liga yo'naltirish. Nima qiladi? Devorga bundoq qilib eshitib turishadi. Ya'ni nimadir bilan, qanaqadir stakanmi yoki qanaqadir vosita bilan eshitib turadi. To'g'rimi? Demak, bu varogaga o'xshagan narsa ovozni yig'ar ekan. Demak, ovozni yig'ib kuchaytirish va tashqi eshituv yo'liga yo'naltirish vazifasini bajarar ekan. Tushunarli? Endi yo'naltiradi va u impuls nog'ora pardani qo'zg'atadi. Nog'ora pardani harakatlantiradi. Demak, bu nog'ora parda. Ya'ni tashqi quloqning tugash qismi nog'ora parda bilan yopilgan bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, tashqi quloqni ko'ndalang yo'nalgan. Mana bunaqasiga bilasiz, ko'ndalang. Bunaqasiga qanaqa edi? Gorizontal. Demak, ko'ndalang yo'nalgan nog'ora parda yopib turadi. Bu bilasiz elastik parda. Nog'ora nima bilasiz? Chaladigan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, demak, nog'ora parda yopib turadi. Ya'ni unga chalsangiz nima? Tovush kuchayadi. Bu ham xuddi shunaqa nog'ora parda ham boradi, tebrantiradi. Xuddi mikrofonni nima ko'rgansiz, kolonka. Bas chiqadi, xuddi shunaqa. Demak, impulsni tebrantirib o'tkazib turadi. Tushundingizmi? Endi nog'ora parda ekan. Undan keyin nog'ora pardadan keyin o'rta quloq boshlanadi. Demak, biz yozamiz keyin o'rta quloq. O'rta quloq 3 ta suyakchadan iborat. Xo'p. Demak, organizmdagi eng kichik suyaklar shular. Bolg'acha, sandoncha, uzangacha. Organizmdagi yagona muskulga birikmagan suyaklar. Tushundingizmi? Bular bolg'acha, sandoncha, uzangacha, bular eshitish suyakchalari, to'g'ri suyak, lekin muskulga birikmagan. Tushundingizmi? Demak, bolg'acha, sandoncha va uzangacha. Hop, demak, mana bolg'acha, keyin sandoncha va
uzangichi. Tushunarli? Demak, bu bolg'acha ekan. Bu sandoqcha. Bu uzangichi. Yozib qo'yibdi. Bolg'achani dastasi partaga, keyingisi sandoqchaga. Sandoqchani bir uchi bolg'achaga, keyingisi uzangichi. Oldingi qismiga. Uzangichani bir uchi sandoqchaga, ikkinchi uchi o'rta quloqni yopib turadigan elastik pardaga tutashgan. Tushunarli? Endi bosib ko'ramiz. Tushundingmi? Bolg'achani uchi uzangichi, bular eshitish suyakkichalari ekan. Organizmning eng kichkina suyaklar shular eshitish suyakkichalari. Endi eshitish suyakkichalari ekan, bular ham impulsni bir-biridan o'tkazadi. Bundan tashqari, hop, demak, uzangichadan hosil bo'lgan impuls qayerga o'tar ekan? O'rta ya'ni ichki quloqni devorni yopib turadigan elastik pardaga. Qanaqa teshik deyiladi bu? Avval teshik. To'g'rimi? Aslida yo'q. Avval teshik. Avval teshikmi? Demak, buni yopib turadigan pardamiz demak elastik parda. Tushundingizmi? Elastik parda. Endi elastik parda. Endi ko'rdingiz buni ichki quloq. Endi shu bilan o'rta quloq yakunlanadi. Tushunarli? Bolg'acha, sandoqcha, uzangichlar bor. Tushundingizmi? Endi o'rta quloq bo'shlig'i qaysi o'rinda tashlangan? Halqum bilan tashlangan. Ya'ni e'tibor bersangiz, tomog'ingiz og'risa, bir payt quloqingiz bitib qoladi. To'g'rimi? Yoki bo'lmasam, nimani ko'rgansiz, avtomatdan otayotganlar og'zini ochib turadi. To'g'rimi? Chunki yoki ya'ni otganda qattiq tovush chiqqanda quloq pardasi yirtilib ketmasligi uchun. Ya'ni bu yoqdan eshitiladigan impuls og'izdan chiqib ketadi tovush. Tushunarli? Og'izni ochib turadi, bunday qilib. E'tibor berib tursiz kinoda. Demak, halqumga tutashgan ekan. Tushunarlimi? Yoki bo'lmasam, tomog'ingiz og'risa, qanchadir vaqtdan keyin quloqingiz yiringlab og'rishni boshlaydi. Ya'ni yiring bu tomonga o'tadi. Tushunarli? Ya'ni bu nay yestaki nay deyiladi. Yestaki nay deyiladi. Tushunarli? Demak, lorga borsangiz o'zi aytadi. Eng yirik o'tib ketishi ko'p uchaydigan soha bu yestaki nay. Chunki hazm qilish organi bilan eshitish organi bog'liq. Yestaki nay. Tushundingizmi? Endi shu bilan o'rta quloq yakunlandi. Undan keyin boshlanadi ichki quloq. Ichki quloq 3 ta qismdan iborat. Bo'shliq, chig'anoq va yarim doira kanalchalardan iborat. Tushunarli? Shunaqamidi? Demak, mana bu chig'anoq, bilasiz, chig'anoq nima edi? Mollyuskani ustidagi tuzilma. Chig'anoq. Mana bu yarim doira kanalchalar. Tushundingizmi? Yarim doira. Nimaga? Chunki bunday turibdi. Agar to'liq chizsak nima bo'ladi? Doira bo'ladi. Demak, yarim doira ekan. Tushundingizmi? Endi hop, bularning ichki qismida demak bo'shliq ekan. Demak, chig'anoq, yarim doira kanalchalar va bo'shliq nimani hosil qilgan? Ichki quloq. Demak, ko'ramiz ichki quloq. Hop, bo'shliq. Hop, yarim doira nay yoki yarim doira kanal. Yoki kanalchalar. Keyin chig'anoqdan iborat. Tushundingizmi? Tushundingmi? Shunday iborat. Endi hop, mana shu ichki quloq. Tushundingizmi? Endi ichki quloqni yana ham ichki qismiga to'xtalamiz. Ya'ni retseptor qayerda, bundan tashqari ichki quloqlari qanaqa to'xtalamiz. Tushundingmi? Demak, bu shu bilan quloqni suzish tugaydi. Endi ichki quloqni boshlaymiz. Hop. Demak, ichki quloq. Internetga yozib ko'rsangiz, eshitish retseptorlari qanaqa chiqadi? Tushundingmi? Xuddi shunaqa, ya'ni ichki quloqda joylashadi. Hop, tashqaridan keladi. Tashqaridan keladi. Mana bu chig'anoq bilasiz. Mana bu. Shuni kattalashtirib tuzamiz. Chig'anoq. Chig'anoq. Hop.
Mana bu narsa suyak labirint. Yani tashqi tomonda suyak, to'g'rimi? Suyak labirint. Keyin suyak labirint ichida perilimfa. Perilimfa mana bu joy. Bundan keyin farda labirint. Nerede? Farda labirint ichida endolimfa. Endolimfa suyuqligi yozmadim, endolimfa. Tushundingizmi? Demak, mana bu narsa bu suyak labirint ekan. Ichida momentda bo'ladigan suyuqliklar bu perilimfa. Hop, mana bu narsa bu farda labirint ekan. Ichida bo'ladigan suyuqliklar endolimfa. Endolimfaning ichida joylashadi retseptor. Tushundingizmi? Mana shu ichki quloqni suzish. Demak, tashqaridan kelgan impuls mana. Avval teshikdan o'tadigan impuls birinchi chig'anoqni qo'zg'atadi. Chig'anoqni suyak labirintga o'tadi. Suyak labirintdan keyin perilimfaga o'tadi. Perilimfadan keyin farda labirintga o'tadi. Farda labirintdan keyin endolimfaga o'tadi. Endolimfadan keyin eshitish retseptorlarini qo'zg'atadi. Tushundingizmi? Bu eshitish retseptorlarigacha bo'lgan yo'l, bu demak tovush eshituv yo'li. Tushundingizmi? Hop, demak, organlar tuzilishini tushundik. Endi tashqi eshituv yo'lida oltin gurt to'planishi mumkin. Quloqning sariq moddasi bu oltin gurt. Tushunarli? Demak, hop, endi siz organlar tuzilishini tushundingiz. Endi qanaqa narsalarni bilishingiz kerak? Hop, birinchi bilishingiz kerak tovush o'tkazish yo'li, ikkinchisi eshituv nervlarining o'tkazuv yo'li. Tushunarli? Endi, hop, keldi impuls, tashqi quloqni qo'zg'atadi. Tashqi quloqni quloq suprasini nima qiladi? Qo'zg'atadi. Quloq suprasidan tashqi eshituv yo'liga. Tushunarli? Demak, mana yozib beraman. Hop. Quloq suprasi. Bundan keyin tashqi eshituv yo'li. Bundan keyin nobara farda. Bundan keyin bolg'acha, sanroncha, uzangi, to'g'rimi? Demak, mana nobara farda, bolg'acha, sanroncha, uzangi. Bundan keyin elastik farda. Bundan keyin hop, chig'anoqni to'xtalamiz. Hop, demak, suyak labirint. Bundan keyin perilimfa. Bundan keyin farda labirint. Bundan keyin endolimfa va retseptor. Tushunarli? Mana shu joyda tovush eshituv yo'li tugaydi. Tovush shu joygacha keladi. Bo'ldi, tovush boshqa yo'q. Tushundingizmi? Endi nerv yo'li davom etadi. Ya'ni retseptor vazifasi nima edi? Tashqi muhitdan ta'sirini qabul qilib, impulsga aylantirish. Tushundingizmi? Endi retseptordan ketadi. Mana retseptor reflektor yo'lida bor. Bundan keyin eshituv nervlari yana o'rtamiya, to'g'rimi? Periferiya o'sma-o'smaga o'rtamiya va chakka jo'raydi. Chunki mana bu yo'l eshituv nerv yo'li. Tushundingizmi? Demak, bu tovush o'tkazuvchi yo'l ekan. Mana. Tovush o'tkazuvchi yo'l va uning davomi nerv yo'liga davom etadi. Tushundingizmi? Ya'ni e'tibor bering, tovush bu mexanik hodisa, ya'ni urganda yoki nimadir qilganda chiqadi. Biz eshitadigan narsa bu impuls, ya'ni elektr hodisa. Buni quloq shunday xususiyat bor ekanki, fizik jihatdan. Fizikada quloq o'rgangan bilasiz. Mexanik hodisani elektr hodisiga aylantirib berilgan. Tushunarli? Tushundingizmi? Mana shu quloqni xususiyati. Endi